Assalomu alaykum va rahmatulloh. Barchangizga kirib kelayotgan Ramazon oyi muborak bo'lsin. Bu oy inshaalloh ostonamizda turibdi. Bir necha kunlardan keyin shu oyni barchamiz qarshi olamiz. Bu oylarda, bunday fazilatli oylarda befarq bo'lmagan bizlar uchun jamoasi yana bir tadbirga, yana bir muborak ishga qo'l urdi inshaalloh. Bugundan Ramazon savatchasi loyihamizga e'lonlarni berdik va shu loyihani ochiq deb e'lon qilamiz. Bu loyiha ham shaharlarimiz va ham yurtlarimizning ichida muhtoj bo'lgan oziq-ovqatga va iftorlik dasturxoniga muhtoj bo'lgan oilalarni topib, ularga iftorlik dasturxonlarini yetkazishlik. Barchangizga ma'lum, bu Ramazon oyi kechirim oyi, bu Ramazon oyi rahmat oyi, bu Ramazon oyi sadaqat oyi hamdir inshaalloh. Bu oyda qilingan har bitta amallarning fazilatini barchamiz juda yaxshi bilamiz. Birdan 1000 barobarga davr bo'lgan fazilatlari bor. Inshaalloh bu oyda barchalarimiz unumli foydalanib olishligini tavsiya qilib ketamiz, birodarlar. Birinchi Ramazon kuni inshaalloh ham shaharlarimizdan 50 tadan boshlab 100 ga qadar bo'lgan xonadonlarga iftorlik dasturxoni yetkazamiz. Maqsadimiz ularning iftorligi sizdek va bizdek bo'lishligi. Bir xonadonlar bor, bugun iftorligi bo'm-bo'sh o'tiribdi. Yana bir xonadon bor, u xonadonda onalar farzandlari uchun sabr qilinglar nolasidan boshqa nolani aytib o'tirish olmayapti. Ya'ni faqat shu nola bilangina o'tirishdi. Kelinglar birodarlar, shunday bir oilalarga, qiynalganlarga o'z qo'limizni cho'zaylik. Bo'lib ham shunday bir Ramazon oylari ichida. Birodarlar, bugungi qo'limizda turgan 25 ta xonadonga yetib boruvchi produktlar Jallalobod shahridagi bir akamizni homiyligida yetib keldi. Buni ham barchalariga yetkazamiz inshaalloh. Shotlarimiz, raqamlarimiz barchalari ochiq. Sizlarning ko'magingizga va yordamingizga muhtoj. Inshaalloh bu Ramazon nurdir, bu Ramazon barakadir. Inshaalloh har bitta qilingan yaxshilik o'z egasiga baraka bo'lib va nur bo'lib qaytadi inshaalloh. Bizlar uchun jamoasi sizlarga doimiy yordamchi va ko'makchi. Biz bilan birga bo'ling va bizdan yiroqlashmang. Biz el uchun jamoa siz bilan birga. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.